Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Hozirgi paytda mana bu olcha izorlarimizda eng ko'p uchrayotgan zarar kunandalardan bittasi bu olcha uzunburni hisoblanadi. Olcha uzunburni bu danak mevali daraxtlarni gullariga, barglariga, mevalariga jiddiy zarar yetkazadi va ayrim yillarda barglarni juda kuchli darajada zararlashi bu hosildorlikni keskin kamayib ketishiga va daraxtlarni qurib qolishigacha olib kelishi mumkin. Olcha uzunburni bir yilda bir marta avlod beradi. Uning lichinkalik bosqichi ham yoki katta yetuk bosqichlari ham bir xilda o'sha o'simliklarni mevasini yoki gullarini, barglarini zararlashi mumkin. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda agrotexnik tadbirlardan ko'chatlarimiz ostini 15-20 sm yumshatib qo'yishimiz kerak. Sababi o'sha uzunburnimiz tuproqda yetuk bosqichda tuproqda ishlab chiqadi. Daraxt atroflarini ishlov bersak, agrotexnik tadbirlarga kurash choralaridan bittasi hisoblanadi. Biologik kurash vositalaridan esa mana Bacillus thuringiensis hamda Bavaria bassiana asosli, ya'ni tarkibida shu mikroorganizmlardan yaratilgan, foydalanilgan preparatlar bilan ishlov berish ko'proq natija beradi. Undan tashqari mana bu havo harorati 7 gradusdan oshgandan keyin moy asosida moy preparatlari bo'lgan preparatlar, ya'ni kimyoviy vositalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi. Undan tashqari havo harorati 17-22 gradusga o'tgandan keyin kimyoviy vositalardan acetamiprid, deltametrin, imidacloprid kabi preparatlar bilan ishlov berish tavsiya etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.